Davom etamiz do'stlar. Siz Supadan musiqiy tonggi dam olish dasturini tomosha qilyapsiz. Ayni paytda soat millari 7:34 ni ko'rsatmoqda. Va ana endi juda ko'pchilik Hafiza sekin-asta xonadondan ishga, o'qishga yo'l olayotgan bo'lish ehtimoli yuqori. Albatta, hozir barcha tayyorgarlik ko'rish jarayonida va o'sha 8da, 8:30da ishga, o'qishga yo'l olishadi. Biz ayni vaqtda ajoyib bir suhbatni tashkil etish arafasidamiz. Mehmonlarimiz ham o'ziga xos, sababi ular xalqaro miqyosdagi katta-katta natijalarni qo'lga kiritib kelayotgan o'quvchi yoshlar va ularning ustozlari, demak, tanishtirib o'tamiz. Ha. Bugun studiyamiz mehmonlari Asia School maktabi o'quvchilari hisoblanadi. Shu o'quvchilarning onajonlari va maktab o'qituvchisi Mirzohid Turduboyev va maktab o'quvchilari Samir Xolmurodov, Dadajon G'aybullayev, Azizbek Botirov hamda Azizbekning onajonlari Gulruh Jafar va bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turishibdi. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xayrli tong. Assalomu alaykum. Yigitlarda kayfiyat juda yaxshi. Bu nimadan dalolat beradiki, ularda erta tongdan uyg'onish muammo bo'lmadi. Yo, Azizbek, qiynaldingizmi ertalab uyg'onishga? Qiynalmadingizmi? Yaxshimi hammasi? Juda zo'r. Nima uchun aynan bu o'quvchilar studiyamiz mehmoni? Gap shundaki, maktabning, Asia School maktabining o'quvchilari ko'plab xalqaro tanlovlarda g'olib bo'lib kelishmoqda. Yaqinda ular Malayziyada bo'lib o'tgan xalqaro tanlovda ajoyib natijani qayd etishgan. Shu maqsadda bugun studiyamizga ularni taklif etganmiz. Suhbatga kirishimiz mumkin. Mirzohid aka, biz bilamizki, ta'limni bugungi talabi yoshlikdanoq o'sha 2-sinf bo'ladimi, 3-sinf bo'ladimi, xalqaro tillarni o'zlashtirish, jumladan ingliz tilini. Albatta. Maktabda bunga alohida ahamiyat qaratilgan va buni natijasi o'laroq tanlovdagi mana bu kuboklar, medallar va diplomlarni ko'rib turibmiz biz. Albatta. Dastlab shunga to'xtalaylik. Maktabda xalqaro xorijiy tillarni o'qitish masalasiga. Avvalambor maktabimizga 2018-yil 10-sentyabrda asos solingan va bu asos solinish davomida biz maktabda ko'proq matematika, ingliz tili fanlariga yo'naltirilgan hisoblanadi va ko'rib turibsizki, mana o'quvchilarimiz xalqaro olimpiadalarda yuqori o'rinlarga olib kelmoqdalar. Misol uchun, mana Malayziyada bo'lgan xalqaro olimpiadada bunda Asia Europe olimpiadasi matematika, ingliz tili va science yo'nalishlari bo'yicha xalqaro olimpiada hisoblanadi va yuqori biz ingliz tili yo'nalishida topshirdik, ingliz yo'nalishida qatnashdik va yuqori natijalar ega bo'ldik. Yana ingliz tilida misol uchun hozirgi jamiyatda, rivojlanayotgan jamiyatda ko'rib turibsizki, hamma sohalar, barcha sohalar ingliz tili bilan chambarchas bog'liq. O'sha hisobiga biz maktabda ham ingliz tili yo'nalishida boshlang'ich sinfdan to yuqori sinfgacha bo'lgan davrda ingliz tilini mukammal o'rgatamiz va bu davrda boshlang'ich sinflarimiz ham yuqori sinflarimiz o'ziga yarasha milliy va xalqaro sertifikatlar egasi. Hozirgi vaqtda. Tushunarli. Eng milliy sertifikatga o'sha IELTS yoki TOEFL ga ega bo'lgan maktabning eng kichik o'quvchisi nechinchi sinf? Eng kichik o'quvchimiz hozirda 5-sinfda oldi. Milliy sertifikat, B2 sertifikatini qo'lga kiritdi. 5-sinfda? Da, albatta. Yaxshi natija. Hafizaxon, davom etamiz. Hozir mana yoshlarimizni, kichkintoylarimizni ham ko'rib turibmiz. Hali juda yosh, lekin shunga qaramasdan Malayziyaga borib, u yerda faxrli o'sha 3talikka kirishning o'zi bu katta natija. Ularga ham yuzlansak, xo'sh, taassurotlar qanday bo'ldi, bolajonlar? Samir, Malayziya, biz bilan biz hali Malayziyada bo'lmadik. Samir, bu yigitchalar bo'lib qaytishdi. Malayziya yoqdimi sizga? Qanaqa bo'ldi tanlov? Aytib bering bizga. Yaxshi bo'ldi. Aylantirishlarga bordi. Tanlovda hayajonlanmadingizmi? Qanaqa tayyorgarlik ko'rilgandi maktabda? Maktabda mana hozir bizga tanlovdagi o'sha lavhalarni ham namoyish etishyapti rejissyorlarimiz. Juda kayfiyat yaxshi bu yerda bolajonlarda. Bayroqlarimizni ko'tarib ketishyapti. Dadajon, siz davom ettiring. Sizga qanchalik yoqdi Malayziyadagi tanlov? Malayziya yoqdi. Bizani aylantirishga borishdi. Testda umuman hayajonlanmadim. Keyin taqdirlagan payti zo'r, chiroyli bo'ldi. Mana taqdirlash jarayoni ko'ryapmiz. Bizni xarob ko'zlar mana. Juda ham ajoyib. Azizbek, qiynalmadingizmi? Qaysidir savollar siz uchun murakkab bo'lmadimi? Yo'q.
Hammasi yaxshi bo'ldi. Azbek, maktabni sizga nimasi yoqadi? Aziz School maktabini. Hamma imkoniyatlar Maktab bor. Aha. O'qituvchilar ham yaxshi o'rgatadi. Ingliz tilidan ustozim yaxshi o'tadilar ingliz tilidan. Samir, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Prezident. Aha. Qoyil. Yaxshi. Katta niyat, xo'sh. Dadajon, sizdachi? Azbek? Prokuror. Va tushunarli. Endi Gulnur xola sizga yuzlansak, baribir bugungi zamonaviy ota-onalarni, bugungi kun ota-onalarini talabi farzandini yaxshi bilim olishini xohlaydi hamma. Bir paytlardagi qarash yaxshiki o'rnini o'zgartirdi. Ya'ni o'qib olim bo'larmiding degan ota-onalar ham bugun o'z qarashlarini o'zgartirishgan, insonni eng muhim kapital sifatida qarashni boshlagan. Siz qanchalik mamnunsiz va siz qanchalik xursand bo'ldingiz bu tanlovdagi g'oliblikdan, yaxshi natijadan? Men shu maktabga bolamni berganimdan juda ham xursandman. O'qituvchilarni bilim berish darajasiga juda ham mamnunmiz. Malayziyada bolalar O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqishini ko'rish bu juda katta faxr. Juda ham faxrlandik. 10 yoshida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqqanini ko'rib. Juda xursand bo'ldik. 20 ta davlat ichida biz 12 ta bola qatnashdi O'zbekistondan. Hammasi yaxshi o'rinlar oldi. 2 ta oltin, 5 ta kumush, 3 ta bronza olishdi bolalarimiz. Bu biz uchun juda ham katta faxr bo'ldi. O'qituvchisidan Kamila Husanboyevadan juda ham minnatdormiz. Maktab ma'muriyatidan ham xursandmiz. Juda so'z. Ha. Hafizaxon davom etishingiz mumkin. Albatta, endi mana ustozlariga yuzlanamiz. Aynan bu maktabning o'ziga xos tomonlariga alohida bir to'xtalib o'tsangiz, bilishimcha, ertalab tongdan o'quvchilar maktabga borishadi va obedgacha, tushlik vaqtigacha dars jarayonlari bo'ladi. Undan so'ng bolajonlar tushlik qilib, to'garaklarga jalb etiladi va uyga vazifaning o'zini ham maktabda bajarib, o'z uylariga ketishadi. Ota-onalarga ish qolmas ekan-da. Xuddi shunday. Gulnur xola shunaqami? Bundan maqsad nima va bu qanchalik o'zining ijobiy natijasini beryapti? Bizlar maktabda bolalarimiz xuddi aytganingizdek, tushlik vaqtigacha dars qilishadi, ya'ni darsda qatnashadi va tushlikdan keyin to'garaklarga qatnashadi. Va to'garaklar mobaynida biz o'quvchilarning kamchiliklar bilan ishlaymiz, yutuqlar bilan shug'ullanamiz yana ham. Va yana bizlar maktabda har oyda bizda bepul ta'lim testlari amalga oshiriladi va bu testlarga ham biz tayyorlab boramiz. Bu testlardan o'tkazishdan maqsad nima? Bola har bir sinfdan bir bolaga bir oylik bepul ta'lim yutug'i beriladi. Bu nimani hisobi? Matematika, ingliz tili va rus tili fanlaridan eng yuqori to'plagan bolaga beriladi va bu yutuq hisoblanadi va ota-onalar ham bu yutuqdan ko'rib farzandidan faxrlanishadi, faxr tuyg'usi his qilishadi va bu esa bolalarga ham motivatsiya beradi. Ya'niki bu oyda misol uchun biz farzandimiz yutadigan bo'lsa, keyingi oyda boshqa bir o'quvchimiz o'shanga harakat qiladi yutishlik uchun va yana ham kuchliroq o'qishga harakat qilishadi. Bu ham bir tizimni yaxshi ko'rinishlardan bir ta'limga ta'sir ko'rsatadigan ko'rinish. Mirzo aka, menda savol bor. Bola o'qishdan chiqdi deylik. Meni o'ylantirib qo'yaptiki, bola o'zi o'qishdan chiqadi. Aytaylik 5-6 soatlik darsdan chiqadi-da, tushlik qilib yana darsga. O'rtada ozroq tanaffus bo'lgani yaxshi emasmi? Aksincha emasmi? Bu bolaga yuklamani oshirib yubormaydimi? Bu holatda biz abitdan keyingi, ya'ni tushlik vaqtidan keyingi darslarimizda abitgacha bo'lgan dars singari kuchli tartibda qabul qilinmaydi. Bolaning qiziqishiga qarab turib to'garaklar yo'naltirilgan, misol uchun erkin bo'ladi. Erkin muloqot hisoblanadi o'qituvchilar bilan. Qayerda kamchiliklari bor bolalar, o'shalar ustida ko'proq ishlanadi. Nimalar qilsak yana ham ko'proq yutuqlarga erishamiz, o'shalar haqida ishlanadi ko'proq. Umuman olganda hozirgi kunda mana ingliz tili to'garagining, ingliz tili fanining natijalarini ko'rdikda, bundan tashqari ham menimcha mental arifmetika deymizmi yoki shunga o'xshash boshqa zamonaviy turdagi to'garaklar, fan to'garaklari faoliyat yuritayotganda, ulardagi natijalar qanday? Mental arifmetika kecha yaqinda bu o'tdi, Dubayda bo'lgan mental arifmetika musobaqalarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdik. Maktab sha'nini yana ham, O'zbekiston sha'nini yana ham yuqoriga ko'tardik deb o'ylayman. Bu holatda biz o'zi maktabimizdan chiqayotgan yoshlar
xalqaro va davlat miqyosida o'tkazilgan olimpiadalarda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishmoqda hozirgi kunda. Qanday oldinda tanlovlar bormi? Yana tayyorgarlik ko'rilayotgan? Albatta hozirda tanlovlar bor. Yana bir o'quvchimizni tayyorlayapmiz hozir. Londonga yo'llanma yutib olgan ingliz tili sohasi bo'yicha, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha va o'shani hozir ustida ishlamoqdamiz. Juda yaxshi. Gulruh opa, biz bilamizki, maktab va ota-onalar o'rtasida yaxshi kommunikatsiya o'rnatilgan, doimiy muloqot va bu boshqa maktablar bilan solishtirganda nimasi bilan farqli va ahamiyatli hisoblanadi? Ya'ni baribir hozir aytilyaptiki, bola darsini tayyorlab keladi uyiga. Bu yaxshi ota-onalar uchun va lekin nazoratni susaytirib qo'ymaydimi? Tayyor holda kelganida va boyaga muloqotni yo'lga qo'yilganligi maktab va ota-onalar o'rtasidagi. Nazoratni susaytirib qo'ymaydi, chunki ota-ona xohlagan vaqti borib maktabda darsga qatnashishi mumkin. Ishtirok etishi mumkin. Ishtirok etishi mumkin. Xohlagan vaqti borib xabar olib, kuzatib, hamma narsadan xabardor bo'lishi mumkin-da. Uyga kelganda uyda dam oladi bola. Uy ishlariga ozgina qarashadi. Buning uchun telefonda o'zi gruppa tuzilgan. Uyda nima bilan bola shug'ullanayotganini hammamiz tashlab turamiz. Maktabda ham nima qilyapti, nima qo'yapti, qanday darslarda javob beryapti, shu narsadan ota-onalar xabardor bo'lib turishadi. Demak, ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi nafaqat o'sha fan jihatidan, balki o'sha tarbiya jihatidan mehnatga, o'sha ularning mehrini oshirish ham ko'zda tutilgan ekan, juda ham yaxshi. Ota-onalar o'qituvchilar bilan birga ishlashi menga juda ham yoqadi shu maktabda. Tomonlama mamnunsiz. Juda ham yaxshi. Azbekka yuzlanmoqchiman. Azbek, bizga ingliz tilida nimadir desangiz, biz bu yigitlarimizni bir salohiyatini ham bir ko'rishni xohlardik. Shuncha gapirildi. Ingliz tili o'qituvchingiz kim? Dastlab shunga. Kamil Ahsinboyevni. Nimadir desangiz, o'rganganlaringiz haqida. Malayziyadagi taassurotlarmi yoki o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarmi? Qana bir o'zingizni tanishtirib o'tingchi ingliz tilida? Biz xorijlik sayyohmiz, aytaylik. My name is Botirov Azbek and I'm 10 years old. I in the fourth class and I can speak in English and can win Olympiads. Okay. Dadajon, sizni hozir so'ramoqchi bo'lganim, sizda ham ingliz tiliga bo'lgan qiziqish kuchli, ingliz tilini yaxshi ko'rasiz. Yana qaysi fanlar sizga juda yoqadi maktabda? Qaysi jarayonlarda xohlaysiz ko'proq ishtirok etishni? Matematika. Fizika. Rus tili. Tillar juda ham yoqar ekan. Tillar zo'r. Samir, sizdachi? Ingliz tili. Xo'p. Ruskiy. Fizika. Hozir shunda yigitlar uchun shu bo'yicha sinfdoshmi hammalari? Yo'q, farqli, Juda zo'r. Biz suhbatdoshlarimizga erta tongdan tashrif uchun, ma'lumotlar uchun, muloqot uchun minnatdorlik bildiramiz Mirzohid aka, Gulruh opa, yigitlar. Nasib bo'lsa biz yana uchrashishimizga asos bor ekan. Biroq oldinda tanlovlar ko'p ekan. Albatta. Mana shu tanlovlarda yigitlarimizga, maktabning boshqa o'quvchilariga ham omad va muvaffaqiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Va o'ylaymizki, ikkinchi o'rin ekanda hozir. Birinchi o'rin bilan ko'rishamiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Yana bir bor tashakkur. Hozir biz yigitlarimizga imkoniyat beraylik. Maktabdagi o'qituvchilariga, sinfdoshlarga salomlar yo'llash imkoniyatini. Azbek, sizdan boshlaymiz. Mikrofonni olasiz. Kimga salomlar bor? Ustozimga, Xo'sh. keyin sinfdoshlarimga. Ismlarini ayting, qaysi sinfdoshlaringiz? Saidakbar Shoh, Humoy Mirzo, Afzal. O'qituvchingizchi? Kamil Ahsinboyevlarga. Salomat bo'ling. Dadajon, kimga salomlar? Ota-onangiz tomosha qilishyaptimi hozir bizni? Ismlari nima? Shoiram. Nigzod, dadam. Babam, buvam. Salom yo'llayman deb qo'lingizni ko'tarib qo'ying-da. Samir. Kimga salom yo'llaymiz? Ota-onangizga.
Salom yo'llang. Salom. Salom. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying inson otangizni. Salomat bo'ling. Xo'p, aziz do'stlar, shuning bilan bizning muloqotimiz ayni damda yakuniga yetdi. Biz suhbatdoshlarga minnatdorlik bildiramiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Bizda ajoyib va diltortar tarona birgalikda tinglaymiz va zavq olamiz.